Siz dunyodagi eng yaxshi onasiz. Ba'zan charchaganingizda hamma narsaga ulgurvolmanmi, yaxshi ona bo'lyapmanmi degan xayollar sizni qiynashi mumkin. Shuni unutmang, siz farzandingiz uchun mukammal va yagona baxt manbaisiz. Unga sizning chiroyli uyingiz yoki benuqson hayotingiz emas, balki sizning mehringiz va tabassumingiz kerak. Charchash bu kuchsizlik emas, charchashingiz tabiiy holat. Chunki siz o'z baxtingizni, kuchingizni va joningizni farzandingizga beryapsiz. O'zingizga tezroq tasalli bering, chunki siz juda kuchli onasiz. Albatta, har bir qiyinchilik bilan birga yengillik bordir. Sharh surasi 5-oyat. Bugungi qiyinchiliklar o'tkinchi, ammo bu yo'lda ko'rsatgan sabringiz va farzandingizga bergan mehringiz ortidan keladigan ikki dunyo saodati abadiydir. O'zingizni asrang. Sizning borligingiz farzandingiz uchun eng katta baxt.